Akamizni ahvoli mana o'zimiz keldik hozir oldiga. Mana hali ko'ryapsizlar, mana voyaga yetmagan go'daklari ham bor. Beshikda yotibdi ikkita. Ikkalasi ham o'g'il bola adashmasa. Mana ikkalasi ham o'g'il bola ekan. O'zining ahvoli mana bu. Xola aytingchi, nima bo'layapti? Nima muammo bo'layapti akamizdan? Nima qilish kerak deyapti? Baland aytavering, mana xalq eshitadi sizni. Yurak bo'yicha ochiq katta operatsiya o'tkazish kerak ekan. Yurak qo'yish kerak ekan shunga. Doktorlar 100 million ketadi dedi. 100 millionda? 100 million ketadi dedi. Shunga meni qo'lim kaltalik qilyapti, boquvchim yo'q. Sizlardan iltimos so'rayman. Yordam beringizlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Sabrli bo'ling, Alloh shifo beradi. Bu dorilar nima dori bu? Shu yurakka bergan. Kim bergan uni? Doktor yozib berganmi buni? Toshkentda professor bergan. Ichib tursin deb. Bir ichardi. Bir oydan keyin ketadi operatsiyaga ketadi, bir oydan keyin. 100 million pul yig'ilish kerak. По-моему, dollarga bo'ladi, 8000 dollar pul bo'lsa kerak, adashmasam. Do'stlar, bir ko'paylashib, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ro'za Ramazon oylarida ihsonni qancha ko'p qilsalaring, ajri shunchalik Allohdan qaytib keladi uni. Hech qachon o'ylamanglar, kamayib qolamiz, kam bo'lib qolamiz deb. Yo, ketgan pulimiz joyi bilinib, nonimga yetmay qoladi, yo benzinimga yetmay qoladi. Unaqa emas, sizlar tashlagan zahotiyoq 1 soat o'tmay iziga sizlarga beradi Alloh. Yo'q joydan keladi sizlarga. O'zlaring hayron qolasizlar. Ihsonni mukofoti ihson bo'ladi uni. Faqat u Allohdan keladi. Sizlar bandaga qilinglar, sizlarga Alloh bersin. Shu akamizga yordam qilay. Bu yerda bolalari ham bor, mana yosh bolalari. Hali bular voyaga ham yetmaganda, hali mana bu ukamiz bu yerda ukasi bor ekan, hali bunchalik ham emas. U kichkina, mana ko'rib turibsizlar, hali sut ustida yuribdi bular. Sut yemadigan bolalar. Lekin boquvchining ahvoli bu ahvolda. Yurak atrofi shishgan deyapti, nafas olishga qiynalyapti akamiz. O'shaning uchun tezroq operatsiyasini qildirishimiz kerak, Xudo xolasa. 1 oy ichida olib borishimiz kerak. 1 oy ichida, men 1 oy ichida menda inshaalloh sizlar qancha yordam qilsalaring tezroq mana onangizlarga, onamizga shuni yordamni qilsalaringiz, Xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Xudo xolasa tuzalib kelib operatsiyadan chiqib kelganlarni ham inshaalloh olib ko'rsatib beramiz. Puli yig'ilib bo'lgandan keyin inshaalloh karta nomerlaringiz bo'lsa, xola eshityapsizmi? Sizni taniydiganlar ham bordir, balki chiqib qolar. Kimdir 20 million tashlab beradi, kimdir 10 million tashlab beradi, kimdir 50 ming tashlaydi, kimdir 100 ming tashlaydi. Xola sekin yig'ilib boradi shu pulga. Inshaalloh. Boradi, shu yetib qoladi aytgan anoga summaga. Endi musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor. Ularda misol ko'pchiligi xalqqa ihson qilishni ham bilmaydi, masjidga borib berishga vaqti ham yo'q. Qo'lida kartasi bor, puli bor, telefoni bor. Mana karta nomeringizni ko'rsatib qo'yamiz, mana ihson tashlab yuboraveradi. Shu katta ihson qilgandek gap o'sha ham. Mana akamizning uylari, mana hali patologlari ham bitmagan mana. Ko'rib turibsizlar mana. Hali tashqari tarafda ham ko'rsatib keldim, hali ular ham bo'lmagan. Xola bo'lmasa menga telefon nomerlarini berasizlar. Xo'p, karta nomerlarini berasizlar. Bu yerda ism, familiyasi hammasi ulangan kartalarni berasiz. O'zingizning kartangiz bo'lsa, o'zingiznikini ham berasiz, qo'yib beramiz. Bizlarga 1 so'm pullaringiz kerak emas, duo qilib qo'ysalaringiz bo'ldi bizga. Shu bizga amal. Shu savob ishni qilsak bo'ldi biz. Bizga 100 so'm pulingiz kerak emas. Shu odam yaxshi bo'lib ketsa, Xudo xolasa, har bir kun o'zlari izlab boradi shu o'rchiga. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Siz do'stlar, shunga qarab turmaylik, ko'pchilik bo'lib nasib bo'lsa mana Odnoklassga qo'yamiz, TikTokga qo'yamiz, Instagramga qo'yamiz. Like bosib tarqatishda yordam qilaringlar. Qo'llaringdan ihson qilish kelmay qolsa, endi bir xilda возможность bo'lmaydi, uni to'g'ri tushunamiz. Like bosib tarqatib qo'ysalaring, ko'pchilik ko'radi videolarni demoqchiman. Produktlaringizga ham yetmaydi dajida, mana produktlarga ham imkoniyat yetmaydi ekan. Pashti 800 ming so'm pul olar ekan pensiya. O'sha mana bularga o'zi pampers bilan o'sha pul yetmayapti ekan. Sizlar qarab turmaylikda, ko'p qo'ldan kelgancha yordam qilaylik shunga. Kelib yana video qilib ketamiz inshaalloh. O'zlaring so'rasalaring, mana shu nima bo'ldi shu opaga, akamiz desalaring, men telefonlashib kelib, xohlagan odam bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerini, adresini beraman, kelib mana o'zlariga telefon qilib gaplashib ko'rib ketishlaringiz ham mumkin.